Bıcır koyasına dedi. Assalomu alaykum hammaga. Pnevmologiya quyish jarayoni. Bugun 5-aprel. 2025-yil 5-aprelda pnevmologiya quyapmiz. On santı etib quyib beryapmiz. Общий hozir bir 88 kvadrat ekan. Bir kunda quyib turyapmiz, xudo xolasa mana 88 kvadratni. Üstünde polni yurilaveradi mana aka quyib. Hozir quygan yerlarimiz mana aka quyib ketamiz. Mana ustalar. On santisini 60 mingdan quyapmiz kvadratini. 5 santi bo'lsa 35 mingdan quyib beramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerida ekranga yozib qoldiramiz, telefon orasidan. Birini bo'ylab qo'yamiz. Mana pnevmologiyalarimiz ham bitta, xudo xolasa. Kun botmay bo'ldirdik mana. Mana usta. Yaqinda aylangan yeri bor. Mana uyning egasi.